Alloh taolo haqiqiy tavba qilgan bandasidan albatta rozi bo'ladi. Chunki bu banda o'zini gunohkorligini tan olib, Allohning huzuriga borib, bo'ynini egadi. Hadis qudsi bor. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar: bir banda gunoh qilib qo'yib, Robbim, men gunoh qilib qo'ydim, kechirgin dedi. Parvardigor olam bu bandasini so'zini eshitib, bu banda gunohlarini kechiradigan yoki xohlasa jazolaydigan Robbisi borligini bildimi? Kechirdim gunohini dedi. Agar qaysi banda kech kirganda mana shu duoni aytib, tong otgunga qadar o'lib qolsa, shubhasiz shu odam jannatiy degan sahih hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi